Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli klientlar, mushtarilar. Avvalambor hammangni Qurbon hayit bayrami bilan tabriklayman. Tabriklayman nomidan Qurbon hayit bayrami bilan tabriklaymiz. Mana Qurbon hayit bayrami bilan mana Jizzax viloyati Do'stlik tumanida bizga yarasha bir chiroyli bir dizaynda, chiroyli bir uslubda samomoyka, ya'ni o'z-o'zini yuvish shoxobchasini o'rnatib berdik. Mana bugun ishni tugatdik. Ishlash jarayonini ham ko'rsataman. Xudo xolosa o'zlaringiz baho berasizlar. Bemalol yuqorida pastda telefon nomerlarimizga murojaat qilaverasiz. Mana to'plamlardan yangicha chiqqan loyihalardan qo'yib berib, chiroyli qilib konsullarga qarab bering. Zavod konsullar sostavlarning substansiyalar foydalanilgan. Mana nasabchilar modellar nasabchilar xudo xolosa. Uстановка jarayoniga e'tibor qilamiz. Xudo xolosa ko'psiz geometrik quroldan faza ko'rsatuvchi indikatorlar. Mana bu yerda hammasi yaxshi narsalardan qo'yilgan. Garantiya albatta bo'ladi. Uстановкаga bir e'tibor qiling, chiroyligini montajlaga. Hamyonbop narxlarda o'z musofaratlarini qo'ydik. Xudo xolosa bemalol zakaz qilaverishlaringiz mumkin. Mana haqiqiy turk motor bor, italyan pompa, izotli klaplar, italyan sivichlaridan foydalandi. Hamyonbop, sifatli, o'ziga yarasha uslubli avto yuvish shoxobchalarini o'zida o'rnatib beramiz. Kafolat albatta bo'ladi, kafolat. Mana Jizzax viloyatini Do'stlik tumanida, ya'ni Do'stlik tumanida Do'stlik shahri. Samomoyka.